Vavilon devorlari. Keksa jangchi Banzar Vavilon devorlarining cho'qqisiga olib chiquvchi yo'lakni qo'riqlab turibdi. Yuqorida askarlar devordan oshmoqchi bo'lgan dushman qo'shinlarga qarshi mardonavor jang qilmoqdalar. Buyuk shahar va unda yashovchi 100 minglab aholining hayot-mamoti hozir askarlarning jasorati-yu uddabrolligiga bog'liq bo'lib qolgan. Tevarak atrofda hujumga o'tgan yovning hayqiriqlari, askarlarning baqir-chaqiri, minglab otlarning kishnashlari hukmron. Bronza darvozaga zarb bilan urilayotgan nayzalarning to'qqillashi eshitiladi. Ko'chada shundoqqina darvoza ro'parasida kamollar bilan qurollangan bo'linma turibdi. Unchalik ko'p bo'lmagan bu qo'rqmas o'smirlar mabodo dushman shaharga yorib kirsa, hujumni qaytarishga shay turibdilar. Vavilonning asosiy qo'shini hozir podshoh bilan sharqqa yurish qilib ketgan edi. Hech kim dushman hujumini kutmagani bois shaharni himoya qilishga ozroq askarlar qoldirilgan edi. Kutilmaganda shimoldan assiriyaliklarning qo'shini mo'rmahaldek yopirilib kelib qoldi. Mana endi shaharni himoya qilish butunlay Vavilon devorlariga bog'liq. Banzarning oldiga shahar aholisi yig'ila boshladi. Qo'rqib ketgan odamlar jangning borishi haqidagi har bir yangilikni jon qulog'i bilan tinglar, tinimsiz ichkariga olinayotgan yaradorlar va halok bo'layotganlarning oqimini chuqur qayg'u va umidsizlik bilan kuzatib qolardilar. Hujum rosa cho'qqisiga yetdi. 3 kunlik qamaldan so'ng dushman bor kuchi-yu qo'shinini shaharning shu qismiga, ayni shu darvozaga tashladi. Himoya askarlari devorning eng tepasida unga tirmashib chiqayotgan yovni tinimsiz o'qqa tutishar, ustilaridan qaynagan moy quyishar, devor ustiga chiqib olishga uringanlarni esa nayza sanchib o'ldirishardi. Biroq dushman ham tek o'tirgani yo'q. Vavilon askarlarga qarata kamondan yomg'irdek o'q yog'dirib yotibdi. Ro'y berayotgan dahshatli hodisa-yu yangiliklarning qoq markazida bo'lgan keksa Banzar darvozaga hammadan yaqin turganidan yangi hujum nafasini ilg'ardi. Qari savdogar unga yaqinlashdi. "Aytchi, rostini ayt", yalindi u. "Dushman askarlari shaharga kira olmaydimi? Mening o'g'illarim hozir shoh bilan birga. Bechora xotinimni himoya qiladigan kishi qolmagan. Axir ular bor shudimizni o'g'irlashadi-ku. Mening taomlarim, la'natlar hech narsani qoldirmaydilar. Biz qarib qolganmiz, bizni hatto qullikka ham olishmaydi. Evoh, ochlikdan o'lib ketamiz chog'i. Ayt axir, yov shaharga kiradimi?" "Tinchlaning, hurmatli tojir", javob berdi tajribali jangchi. "Vavilonning devorlari mustahkam. Bozorga qayting-da, shahar devorlari podshohning xazinasini qo'riqlaganidek, sizlarni ham boyliklaringizni himoya qilishini aytib, xotiningizni tinchlantiring. Devorga yaqinroq yuring, bo'lmasa uchib ketayotgan o'qlar yaralab qo'yishi mumkin." Qariya ketishi bilan uning o'rnini chaqaloq ko'targan juvon egalladi. Janobim, devor tepasida nimalar bo'lyapti? Men yarador erimni tinchlantirishim kerak, rostini ayting. Yarador bo'lib istimada yotsa-da, qo'liga qurol berishlarini talab qilyapti. Meni va bolasini himoya qilmoqchi. Erimning aytishicha, agar dushman shaharga kirib olsa, hammani ayamay qirib tashlarmish. "Senga ham aytaman ey ayol, Vavilon devorlari seni ham, chaqalog'ingni ham himoya qila oladi. Ana, yov qo'shnining ustiga qaynagan moy quyayotgan askarlarimizning qichqiriqlarini eshitmayapsanmi?" "Eshityapman, lekin darvozaga urilayotgan qurol zarbalarini ham eshityapman-da." "Eringning yoniga qayt. Devorning mustahkamligi-yu har qanday hujumga chidash berishini unga ayt. Devor tepasiga chiqa olgan har bir dushman shu zahotiyoq yanchib tashlanyapti. Ehtiyot bo'l, devor yonidan ket."
Banzar o'zini chetga olib, og'ir sovut kiygan jangchilarni o'tkazib yubordi. Bronza qalqonlarini jangillatib, nayzalarni mahkam changallagan askarlar yugurib o'tib ketishgach, Banzarning yonida kichkina qizcha paydo bo'ldi. "Jangchi amaki, biz o'lmaymizmi?" so'radi qizaloq, ko'zlari namlanib. "Askarlarning baqirishlarini eshityapman, qonga belangan odamlarni ko'ryapman. Men qo'rqib ketyapman. Endi bizning oilamiz, onam, kichkina ukam va beshikda yotgan singilchamga nima bo'ladi?" Tajribali jangchining ko'zlari qisilib, vujudi mag'rur tus oldi. "Qo'rqma shirintoyim", bolaga dalda berdi u. "Vavilonning devorlari seni, onangni, kichkina ukachangni va beshikda uxlayotgan singilchangni ham himoya qila oladi. O'z fuqarolarini har qanday yovdan asrash uchun ham 100 yil oldin Malika Semiramida shu devorlarni qurdirgan. Hali hech kim shu devorlarni buzib kira olgan emas. Uyingga qaytganda Vavilon devorlari barchani bemalol himoya qila olishini onang va ukalaringga ayt." Kunlar va tunlar almashsa-da, keksa Banzar postni tark etmadi. Har soatda uning ko'z oldida yuzlab shahar himoyachilari jangga kirar, keyin ularni yarador yoki o'lik holatda devordan tushirib olishardi. Atrofda esa oldingidek qo'rqib ketgan shahar aholisi guvilllar va devor mustahkammi degan savol berishdan charchamas edi. Ularning hammasiga Banzar bir xil: "Vavilonning devorlari barchamizni himoya qila oladi" deya mag'rur javob berardi. Dushman qayta-qayta uyushtirayotgan hujumlari kuchayganidan kuchayib, 3 hafta-yu 5 kun davom etdi. Yonidan olib o'tib ketayotgan yarador jangchilarning tanasidan oqqan qon oyoqlari ostini qonli balchiqqa aylantirgani sayin Banzarning lablari qimtilib, ko'zlari qahrli tus olardi. Yov kun sayin devorga yaqinlashar, har tunda halok bo'lgan askarlarning murdalari devor yonidan olib ketilib, qir-adirlarda dafn etilardi. 4-haftaning 5-kuni hujum shiddati susaydi. Tonggi quyosh nurlari chekinib, ortiga qaytib ketayotgan dushman askarlaridan ko'tarilgan changni arang yorib o'tdi. Shahar devorlari ustini g'alabadan darak beruvchi hayqiriqlar tutib ketdi. G'alaba qozonishlariga endi hech kim shubha qilmasdi. Himoyachilarning baqir-chaqiri shahar ko'chalari-yu maydonlarida aks sado berganda butun aholi yopirilib, uylaridan chiqib, ko'chalarni to'ldirib yubordi. Salkam bir oydan beri qo'rquv, tahlika ostida yashayotgan odamlar endi quvonchdan tinmay hayqirardilar. Shaharning eng yuqori ibodatxonasi Valning minorasidan g'alaba salyuti ucha boshladi. Osmonda tez yoylayotgan ko'k tutun yangilikdan hammani boxabar etmog'i darkor edi. Vavilonning devorlari buyuk himoya vositasi ekanliklarini yana isbotlab, shaharning bitmas tuganmas boyliklarini asrab qoldilar va aholining tinch, farovon turmushini ta'minladilar. Vavilonning asrlar davomida zabt etib bo'lmas tog' misoli sabot bilan turganining sababi shahar har tomondan batamom himoyalangan edi. Boshqacha bo'lishi ham mumkin emas-da. Vavilon devorlari hali hanuzgacha insoniyatning himoyaga muhtojligiga buyuk namuna bo'lib kelmoqda. Bu ehtiyoj azaldan insonning tabiatida bor. Bugungi kunlarda ham odamzod o'zini turli usullarda asrashni o'rgangan bo'lsa-da, himoyalanishga bo'lgan ehtiyoj aslo susaymagan. Mamlakat va uning fuqarolari mudofaasi va himoyasi ham aholining, yurtning taraqqiyot darajasi bilan bog'liq. Himoyasi kafolatlanmagan yurtda aslo barqarorlik, xotirjamlik va rivojlanish bo'lmaydi. Har qanday balo ofatlardan avvalo Xudo asraydi. Keyin yana bizni sug'urta jamiyatlarining, bankdagi hisob raqamimizning va ishonchli rejalarga kiritilgan
dastmoyalarimizning mustahkam devorlari himoya qila oladi. Himoyasiz qolish kelajakni barbod etadi.